agar meni ancha vaqtlardan beri kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Turli xil dasturlar va sun'iy intellektlar o'rtasidagi chiqarib berayotgan sifatni va ularni qulayliklarini, plyus-minus tomonlarini obzor qilib chiqqan videolarim ko'p. O'ylaymanki, bu video hammasidan ham qiziq bo'ladi, chunki bu videoda qo'lda yasalgan 3D model bilan turli xil sun'iy intellektlarda generatsiya bo'lgan modellarni o'zaro solishtirmoqchiman. Albatta, qo'lda yasalgan 3D modelni sun'iy intellektlarda generatsiya qilingan modellar bilan o'zaro solishtirishlik hozirgi paytda xato. Bu videodan ko'zlangan maqsad hozirgi paytda 3D modeling sohasiga sun'iy intellektlarda bir aytaylik boshqalarni qo'yaylik, shaxsan men o'zimga sun'iy intellektlar qanchalik darajada foyda beryapti va yoki vaqtimni yo'qotishligimga sababchi bo'lyapti. O'ylaymanki, bu videodagi aytiladigan mavzular mana shu 3D modeling sohamizdagi boshlang'ich etapdagi insonlar uchun ham manfaatli bo'ladigan bir mavzular bo'ladi. O'zlariga kerakli xulosalar chiqarib olishadi. Xo'p, siz ko'rib turgan mana shu ishlarning klient bergan asosiy referenslari mana shulardan iborat: oldidan, yondan hamda orqadan ko'rinishi. Klient o'ta ham bir gрамотный, talabchan va mana shu ishni asosiy referenslar bilan birga bir bo'lishligini talab qilyapti. E'tibor berishligimiz mumkin. Mana bu joyda mana shunaqangi bir naqshli joylari bor. Yon tomondan ko'rinishligi mana shu taxtadan mana shu metal o'rtasidagi masofasi bor va orqa tomoni mana shunaqangi tiralib turadi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. Yaxshilab ko'rib olishligimiz kerak asosiy referenslar. Xo'p, endi menga biror bir ish keladigan bo'lsa, eng asosiy birinchi qiladigan ishim ana shu ishni sun'iy intellektga tashlayman. Agar yaxshi rezultat ko'rsatsa, shunchaki uni retopologiya qilib klientga topshiraman. Agar meni ko'nglimdagidek bo'lmaydigan bo'lsa, uni noldan yasayman. Ba'zi bir holatlarda sun'iy intellektlar shunaqangi bir sifatsiz qilib beradi, shaklni o'zgartirib yuboradi. Sun'iy intellektlarda bo'ladigan odatiy hozirgi paytdagi baglar ko'rishligimiz mumkin. Aytganimdek, birinchi ishga esa birinchi Hunyuanga tashlayman, Tripoga, Hyperda. Hyper 3D ga keladigan bo'lsak, bu ham o'zi aslida juda ham yaxshi rezultat. Ya'ni nima qayerda qanchalik hajmdaligini bilishlik mumkin. Albatta, mana bu joylar yaxshi sifatda emas. Orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, mana shunaqangi holatda. Endi ko'pchilik topologiyasini ham ko'rsating deydi. Topologiyasi bu dabdala bo'ladi sun'iy intellektga chiqqanidan keyin. Bu retopologiya qilish kerak bo'lmaydi. Xullas, ko'rishimiz mumkin Tripo Studioni ko'rsatgan rezultati. Mana bu esa Hunyuan 3D. Hozirgi paytda men asosan Hard Surface bilan ishlaganligim uchun Hunyuan 3D Hard Surface bo'yicha yaxshi rezultat ko'rsatyapti. Buni ko'rishligimiz ham mumkin. Tak, mana shu referensimizga ancha birodek yaqin kelgan. Albatta, kamchiliklari ko'p albatta, lekin mana shu joy, mana bu joydaligini, mana bu joylar, mana bu joydaligini bilib olib ishlashlik mumkin-da. Вот, ya'ni shu oldingi zamondagi o'xshab, как бы havoda, bo'shliqda plotking qilib ishlab chiqilmaydi. Endi men yasagan versiyaga keladigan bo'lsak, xo'p, klient to'g'risi injiq bo'lsa, to'g'risi men ham o'zimga ishimga injiqman-da, o'zim ishimga talabchanman. Shuning uchun kelajakdagi mana shu klientga yoqadigan rezultat uchun bu sun'iy intellekt qilib bergan rezultatlar foyda bermasligini bildim va o'zim bu ishlarga ishonmasdan o'zim noldan qilib chiqdim. Xudo xohlasa bu klientga yoqqan. Ko'rishingiz mumkin topologiyalarni. Xullas, mana shunaqangi rezultat. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, beginnerlar bo'lsa, mana shu videoni ko'rayotgan cho'chimanglar, modellingni yaxshi o'rganinglar, topologiyani zo'r tushuninglar, qandaydir obyektlarning nisbatini, masshtablarini tushuninglar. Shunda sizlarga xudo xohlasa yaxshi modelchi bo'lsanglar, sun'iy intellektlar sizlarga xudo xohlasa hozirgi paytda zo'r instrument bo'lib beradi. O'zi albatta mana shu sun'iy intellektlarning darajasi ham juda ham soha uchun ancha katta yutuq.